Salom aziz do'stlar, hurmatli pensionerlar va ularning yaqinlari. Bugun siz bilan juda ham muhim ba'zi hollarda achinarli yangilik haqida suhbatlashmoqchiman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun, shuningdek, kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun ham hayotiy ahamiyatga ega. Sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan jiddiy o'zgarishlar haqida so'z boradi. Hozirda millionlab insonlar bu vaziyatdan xavotirda. Ko'pchilik esa hali ham sodir bo'layotgan jarayonlarning to'liq ko'lamini anglamayapti. Shu bois ushbu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni, har bir so'zimga e'tibor berishingizni iltimos qilaman. Chunki men aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlar balki sizning ham pensiyangiz miqdorini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Video boshida iltimos, kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va videoga like bosing. Bu kanalni rivojlantirishga yordam beradi va boshqa pensionerlarga ham ushbu muhim ma'lumot yetib borishini ta'minlaydi. Muammoning asosi. Avval qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo tizim avval qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. Yillar davomida pensiya tizimi nisbatan barqaror va tushunarli tamoyillar asosida faoliyat yuritdi. Pensiya miqdori asosan ish staji, o'rtacha ish haqi va pensiya tizimiga qilingan ajratmalar miqdoriga qarab hisoblab kelingan. Ko'pchilik pensionerlar uchun, ayniqsa davlat korxonalarida uzoq yillar ishlaganlar uchun pensiya hisoblash jarayoni ancha sodda va bashorat qilinadigan edi. Ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, mehnat daftarchasi yoki arxiv ma'lumotnomalar odatda yetarli bo'lgan. Pensiyalar har yili belgilangan tartibda indeksatsiyadan o'tib, mamlakatdagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olingan holda oshirib boriladi. Bu pensionerlarga o'z xarid qobiliyatini ma'lum darajada saqlab qolishga yordam bergan. Shuningdek, nafaqaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirgan pensionerlar uchun ham turli xil imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlar mavjud edi. Bu esa ularning umumiy daromadlarini oshirish imkonini berardi. Ba'zi hollarda hatto norasmiy tarzda ishlash ham, agar bu holat aniqlanmasa, pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilmasdi. Garchi bu qonuniy bo'lmasa-da. Bu tizim ko'p yillar davomida amalda bo'lgan va fuqarolar orasida ma'lum darajada ishonch uyg'otgan edi. Ammo hozir vaziyat jiddiy tus olmoqda. Hukumat va mas'ul idoralar tomonidan qabul qilingan yangi me'yoriy hujjatlar, ayniqsa pensiya ta'minotining barqarorligini oshirish va yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish maqsadida kiritilgan tuzatishlar pensiya hisoblash va to'lash tizimiga sezilarli o'zgarishlar olib kirdi. Eng yomon yangilik shundaki, ushbu o'zgarishlar natijasida endilikda ba'zi pensionerlar o'zlarining amaldagi pensiya miqdorlarida pasayishni yoki kutilgan indeksatsiyani ola olmasliklarini ko'rishlari mumkin. Bu yangilik ayniqsa ikkita asosiy guruhdagi pensionerlarga katta ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, norasmiy ravishda ishlashni davom ettirayotganlar. Ikkinchidan, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarda kamchiliklar yoki noaniqliklar bo'lganlar. O'tish davrlarida, masalan, Sovet ittifoqi davrida yoki to'qli yillarda ishlaganlar. Hukumatning maqsadi pensiya tizimini shaffoflashtirish va adolatni ta'minlash. Biroq bu jarayon ba'zi insonlar uchun moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi endilikda ish stajini va ish haqi ma'lumotlarini yanada sinchkovlik bilan tekshiradi. Bu esa ba'zi norasmiy yoki to'liq hujjatlashtirilmagan ish staji davrlarini hisobga olmaslikka olib kelishi mumkin. Shuningdek, nafaqaga chiqqandan keyin rasmiy ravishda ishlamay, lekin daromad olayotgan shaxslarning pensiya indeksatsiyasi yoki ba'zi qo'shimcha to'lovlari to'xtatilishi mumkin. Bu o'zgarishlar butun pensiya tizimini isloh qilishning bir qismi bo'lib, davlatning iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyasining bir elementi hisoblanadi. Batafsil tahlil, kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar emas, keling. Ushbu o'zgarishlarni yanada batafsil tahlil qilaylik. Nega bunday o'zgarishlar kiritilmoqda? Asosiy sabablar orasida pensiya tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, demografik yukning o'sishi sharoitida resurslarni samarali taqsimlash, shuningdek, yashirin iqtisodiyotning oldini olish va mamlakat byudjetiga soliq tushumlarini oshirish kabi omillar mavjud. Hukumat pensiya jamg'armasiga har bir fuqaro tomonidan rasmiy ravishda kiritilgan hissalar asosida pensiya to'lashni ta'minlashga intilmoqda. Bu esa o'z navbatida ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarning mukammal bo'lishini va barcha daromadlarning rasmiy tarzda deklaratsiya qilinishini talab qiladi. Davlat pensiya jamg'armasi byudjeti nafaqat ishlovchi aholining hisobidan,
balki soliq tushumlaridan ham shakllanadi. Shu sababli har qanday norasmiy faoliyat va hujjatlardagi kamchiliklar jamg'armaning barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin deb hisoblanmoqda. Endi esa kimlar bu vaziyatdan xavotirga tushish kerakligini ko'rib chiqamiz. Birinchi guruh norasmiy ravishda ishlashni davom ettirayotgan pensionerlar. Bu eng katta xavf ostida bo'lgan guruhdir. Agar siz pensiyaga chiqqaningizdan keyin ham norasmiy ravishda, ya'ni hech qanday mehnat shartnomasisiz yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmasdan ishlashni davom ettirayotgan bo'lsangiz, pensiya indeksatsiyasi yoki ba'zi qo'shimcha to'lovlarni yo'qotish xavfi juda yuqori. Pensiya jamg'armasi endilikda bank operatsiyalari, kommunal to'lovlar, internet xizmatlaridan foydalanish kabi ma'lumotlar orqali shaxslarning daromadlarini bilvosita kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Zamonaviy texnologiyalar va ma'lumotlar almashinuvi tizimlari hukumat idoralariga fuqarolarning moliyaviy faoliyatini yanada shaffofroq nazorat qilish imkonini bermoqda. Misol Dilfuza opa, oltindagi yosh. U pensiyaga chiqqaniga 5 yil bo'lgan. Qishloq joyida o'zining kichik dehqon xo'jaligini yuritadi. Mahsulotlarni bozorda sotib daromad qiladi. Shu bilan birga mahalladagi bir necha oilaning bolalariga qarab, ulardan ham qo'shimcha haq oladi. Bularning hech biri rasmiy emas, ya'ni soliq to'lovlari to'lanmaydi va hech qanday rasmiy shartnoma mavjud emas. O'tgan yili uning pensiyasi har oyda 1200 million so'm edi. Yangi qoidalar joriy etilgach, pensiya jamg'armasi va soliq idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi orqali Dilfuza opaning norasmiy daromadlari, masalan, bank hisob varaqlariga muntazam kelib tushayotgan mablag'lar orqali aniqlanishi mumkin. Natijada u pensiyasiga har yili qo'shiladigan indeksatsiya miqdoridan mahrum bo'ladi. Chunki u ishlaydigan pensionerlar toifasiga kiritiladi. Ammo rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Bu degani qolgan pensionerlar pensiyali imbatiga oshirilgan bir paytda, masalan 20 ming so'mga Dilfuza opaning pensiyasi avvalgidek qoladi, ya'ni 20-220 so'm. Bu esa uning xarid qobiliyatini jiddiy pasaytiradi. Bir yilda u taxminan 1000 bilan yetirdi 1000 so'm, 1020 ming so'm 12 oy qo'shimcha daromaddan mahrum bo'ladi. Bu uning uchun sezilarli yo'qotishdir. Ayniqsa kommunal xizmatlar va oziq-ovqat narxlari oshib borayotganini hisobga olsak, hukumatning maqsadi barcha iqtisodiy faoliyatni rasmiylashtirish va soliq bazasini kengaytirish. Misol Shiki, Alisher aka 7 yosh. U pensiyada bo'lsa-da, shahardagi bir kichik ustaxonada norasmiy ravishda chilangar bo'lib ishlaydi. U yerda ish haqi qo'lga beriladi. Hech qanday rasmiy hujjat rasmiylashtirilmagan. Har oyda 800 ming so'm atrofida qo'shimcha daromad topadi. Uning rasmiy pensiyasi 1 500 ming so'm. Yangi qoidalar bo'yicha, agar uning bu norasmiy faoliyati pensiya jamg'armasi tomonidan anansa, masalan, ustaxonaning o'zida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida yoki Alisher akaning bank hisob varaqlaridagi harakatlar tahlili orqali Alisher akaning pensiya indeksatsiyasi to'xtatiladi. Shu bilan birga unga avval berilgan ba'zi ijtimoiy to'lovlar, masalan, kam ta'minlangan oilalarga yordam ham bekor qilinishi mumkin. Chunki uning umumiy daromadi belgilangan chegaradan oshib ketgan hisoblanadi. Natijada u har yili 1 ming so'm pensiyaning umid miqdoridagi indeksatsiya oshishdan mahrum bo'ladi. Bu esa yillik 1 800 ming so'm yo'qotish demakdir. Bundan tashqari, uning ustidan pensiya jamg'armasiga to'lanmagan ajratmalar uchun qo'shimcha talablar ham qo'yilishi mumkin, agar uning ish beruvchisi aniqlansa. Ikkinchi guruh ish staji hujjatlarida kamchiliklar bo'lgan pensionerlar. Bu guruhga asosan o'tish davrlarida, masalan, 1990 yillarning boshlarida yoki Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi murakkab davrlarda ishlaganlar kiradi. Bu davrlarda ko'plab korxonalar tugatilgan, qayta tashkil etilgan. Ba'zi hujjatlar yo'qolgan yoki to'g'ri rasmiylashtirilmagan. Pensiya jamg'armasi endilikda ish stajining har bir yilini, hatto har bir oyni tasdiqlovchi hujjatlarga juda katta e'tibor bermoqda. Agar sizning mehnat daftarchangizda kirish yoki chiqish sanalari noto'g'ri yozilgan bo'lsa, korxona muhrlari tushunarsiz bo'lsa yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar mavjud bo'lmasa, bu muammolarga olib kelishi mumkin. Bu ayniqsa Sovet davrining oxirgi yillarida yoki mustaqillikning ilk yillarida tashkil etilgan, so'ngra tugatilgan kichik korxonalar va kooperativlarda ishlaganlar uchun dolzarb. Misol 3 Fotima xola 7 yosh. U 1930-2009 yillar oralig'ida xususiy sexda tikuvchi bo'lib ishlagan.
o'sha davrda sex rasmiy ro'yxatdan o'tmagan. Mehnat daftarchasiga yozuvlar tartibsiz kiritilgan va ish haqi to'g'risida hech qanday ma'lumotnoma saqlanib qolmagan. Pensiyaga chiqishda bu davr uning umumiy stajiga hisoblangan edi. Chunki o'sha paytda talablar unchalik qat'iy emasdi. Hozirgi qayta tekshiruvlar natijasida pensiya jamg'armasi bu 6 yillik stajni tasdiqlovchi hujjatlar yetarli emas deb topdi. Chunki rasmiy hisobga olinadigan hujjatlar mavjud emas. Natijada Fotima xolaning umumiy ish staji 6 yilga qisqartirildi. Bu esa uning pensiya miqdorini sezilarli darajada pasaytirdi. Avval uning pensiyasi 20 ming so'm edi. Endilikda u 9,7 ming so'mga tushib qoldi. Bu uning uchun har oy 1,7 ming so'm yo'qotish demakdir. Bu esa yiliga 1,8 ming so'mga teng. Bunday holatlar pensiya oluvchining shaxsiy budjetida jiddiy teshik ochishi mumkin. Misolda Jahongir aka 65 yosh. U Sovet davrida kolxozda uzoq yillar mexanizator bo'lib ishlagan. Ammo 1960 yillarning o'rtalarida bir yil davomida qo'shni tumandagi boshqa kolxozga vaqtinchalik ishga o'tkazilgan. O'sha paytdagi yozuvlar juda tushunarsiz. Mehnat daftarchasidagi muhr o'chib ketgan. Pensiya hisoblashda bu yil ham uning stajiga qo'shilgan edi. Yangi talablar bo'yicha pensiya jamg'armasi bu yilni tasdiqlovchi aniq hujjatlarni, masalan, o'sha kolxozning arxiv ma'lumotnomalarini talab qildi. Ammo kolxoz anchadan beri yo'q bo'lib ketgan. Arxiv ma'lumotlar ham saqlanmagan. Buning ustiga guvohlar ham topish mushkul. Natijada Jahongir akaning stajidan bir yil olib tashlandi. Bu esa uning pensiyasini 20 ming so'mga kamaytirdi. Bu kichik summa bo'lishi mumkin, ammo har oy uchun. Yil davomida esa 6 ming so'm yo'qotish bu ham pensioner uchun sezilarli miqdor. Bu kabi holatlar juda ko'p uchraydi. Ayniqsa qishloq joylarida yirik korxonalar tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan hududlarda. 3-guruh. Turli xil ijtimoiy imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar oluvchilar. Agar siz nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa ijtimoiy nafaqalar bilan birgalikda pensiya olayotgan bo'lsangiz, endilikda bu to'lovlarning qonuniyligi va asosligi yanada sinchkovlik bilan tekshiriladi. Noto'g'ri ma'lumotlar yoki o'zgarishlarni o'z vaqtida bildirmaslik nafaqalarning bekor qilinishiga olib kelishi mumkin. Masalan, agar siz nogironlik guruhida bo'la turib ish qobiliyatingiz oshgani haqida ma'lumot berilmasa yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi shaxsning moddiy ahvoli sezilarli darajada yaxshilansa, bu qayta ko'rib chiqilishiga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotirga tushishi kerak emas. Agar siz pensiya chiqqaningizdan keyin rasman ishlamasangiz, barcha hujjatlaringiz tartibli bo'lsa va ish stajingiz to'liq rasmiylashtirilgan bo'lsa, sizning pensiyangiz odatdagidek indeksatsiyadan o'tishda davom etadi. Asosan davlat korxonalarida uzoq yillar ishlagan va barcha mehnat daftarchasi yozuvlari aniq bo'lgan pensionerlar uchun jiddiy o'zgarishlar kutilmaydi. Ular uchun tizim avvalgidek ishlashda davom etadi. Faqatgina umumiy indeksatsiya jarayonlari saqlanib qoladi. Misol 5 Gulnora opa 7 yosh. 10 yil avval katta davlat maktabida o'qituvchilikdan pensiyaga chiqqan. Shundan beri faqat pensiya hisobiga yashaydi. Hech qanday qo'shimcha daromadi yo'q. Uning barcha hujjatlari mehnat daftarchasidagi yozuvlar aniq va pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida to'liq aks ettirilgan. Gulnora opaning pensiyasi har yili belgilangan tartibda oshiriladi va u bu yangi qoidalardan xavotirlanishi shart emas. Uning pensiyasi 24 ming so'm bo'lsa, imminbaysi indeksatsiya bilan 14 ming so'mga oshadi. Bu esa uning xarid qobiliyatini qisman saqlab qolish imkonini beradi. Misol 6 Said aka 65 yosh. U o'tgan yili yirik davlat zavodidan texnik injener lavozimidan pensiyaga chiqqan. Uning ish staji to'liq rasmiylashtirilgan. Barcha ish haqi ajratmalari qonuniy ravishda amalga oshirilgan. Pensiyaga chiqqandan so'ng hech qanday ishga joylashmagan. Said akaning pensiyasi ham yangi qoidalardan ta'sirlanmaydi va muntazam indeksatsiyadan o'tib boradi. Uning pensiyasi 1,2 ming so'm bo'lsa, umbarda indeksatsiya bilan 1,2 ming so'mga oshadi. Uning holatida barcha ma'lumotlar davlat ma'lumotlar bazasida mavjud bo'lib, har qanday qayta tekshiruvlar natijasida uning pensiyasida o'zgarish bo'lmaydi. Demak, asosiy xavf shaffoflik va qonuniylikka rioya etilmaslikdan kelib chiqadi. Hukumat iqtisodiyotni oqartirishga qaratilgan harakatlarni kuchaytirmoqda va bu tabiiyki pensiya tizimiga ham ta'sir qiladi. Istisnolar, tuzoqlar va yashirin nuanslar har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi
Bu yangi qoidalarda ham istisnolar, o'ziga xos tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar mavjud. Ular haqida bilish juda muhim, chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu nuanslar sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi va to'g'ri qaror qabul qilishingizga ko'maklashadi. Istisnolar ba'zi holatlarda pensiyaga chiqqandan keyin ishlash yoki qo'shimcha daromadga ega bo'lish pensiya indeksatsiyasining bekor qilinishiga olib kelmasligi mumkin. Bu holatlar aniq belgilangan bo'lib, ularni bilish sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, biri o'z-o'zini band qilgan fuqarolar. Agar siz rasman o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va belgilangan tartibda soliqlar to'lasangiz, sizning pensiyangizga nisbatan boshqa qoidalar qo'llanilishi mumkin. Ba'zi faoliyat turlari uchun, masalan, hunarmandchilik, uy sharoitida xizmat ko'rsatish, sartaroshlik, turar yo'li kabi imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Muhimi, bu rasmiy ro'yxatdan o'tish va soliq to'lash orqali amalga oshirilishi kerak. Ya'ni sizning faoliyatingiz rasmiy doiraga kiritilgan bo'lsa, siz pensiya indeksatsiyasidan mahrum bo'lmasligingiz mumkin. 2. Ijtimoiy ahamiyatga molik faoliyat. Ba'zi hollarda keksa yoshdagi insonlarning ijtimoiy ahamiyatga molik faoliyat bilan shug'ullanishi, masalan, volontyorlik, mahalliy kengashlardagi faoliyat, vasiylik, ota-onalar uyushmalaridagi ishtirok, ularning pensiyasiga ta'sir qilmasligi mumkin. Lekin bu yerda ham rasmiy maqom va daromadning yo'qligi muhim ahamiyatga ega. Agar bu faoliyatdan daromad olinmasa va faqat jamoat manfaati uchun qilinayotgan bo'lsa, bu istisno bo'lishi mumkin. O'tib nogironligi bo'lgan shaxslar va urush faxriylari, ushbu toifadagi fuqarolar uchun ayniqsa, ularning daromadlari juda past bo'lsa, ba'zi qoidalar yumshoqroq qo'llanilishi mumkin. Ular uchun ijtimoiy himoya mexanizmlari kuchliroq bo'ladi, lekin bu ham individual holatlarga bog'liq. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni himoya qilishga intiladi. Ammo bu imtiyozlar ham aniq belgilangan me'yoriy hujjatlarga asoslanadi. Tuzoqlar va xatarlar 1. Rasmiy bildirishnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralaridan keladigan har qanday xat, SMS xabar yoki bildirishnomalarni diqqat bilan o'qing. Ularda muhim ma'lumotlar yoki talablar bo'lishi mumkin. Ularni e'tiborsiz qoldirish salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, belgilangan muddatda hujjat taqdim etmaslik natijasi pensiyaning to'xtatilishi. Ko'pchilik keksa yoshdagi insonlar pochta orqali keladigan xatlarga unchalik e'tibor bermaydi yoki ularni o'qimaydi. Bu esa xato, chunki muhim o'zgarishlar aynan shu yo'l bilan yetkazilishi mumkin. 2. Avtomatik qayta hisoblashga umid qilish. Ba'zi pensionerlar hamma narsa avtomatik tarzda ularning ishtirokisiz hal bo'ladi deb o'ylashlari mumkin. Afsuski, bu yangi qoidalar sharoitida noto'g'ri yondashuv. Ko'pgina hollarda siz o'zingiz hujjatlarni taqdim etishingiz, ma'lumotlarni aniqlashtirishingiz yoki hatto shikoyat qilishingiz kerak bo'ladi. Aks holda sizga zarar yetkazadigan qaror qabul qilinishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasi siz haqingizdagi to'liq ma'lumotlarga ega bo'lmasligi ehtimoli bor. 3. Norasmiy maslahatlarga ishonish. Internetdagi turli forumlar, ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar yoki qo'ni-qo'shnilardan olingan norasmiy maslahatlar ko'pincha noto'g'ri bo'ladi va sizni noto'g'ri yo'lga boshlashi mumkin. Har doim rasmiy manbalarga va pensiya jamg'armasi mutaxassislariga murojaat qiling. Noto'g'ri ma'lumotga tayinish sizga nafaqat moliyaviy, balki vaqt yo'qotishiga ham olib kelishi mumkin. Did hujjatlarining yo'qolishi yoki buzilishi. Pensiya staji va ish haqi to'g'risidagi hujjatlaringizning asl nusxalarini juda ehtiyotkorlik bilan saqlang. Eski mehnat daftarshalari, ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari va ayniqsa muhrlar va imzolarga e'tibor bering. Ularning yaroqsiz holga kelishi yoki yo'qolishi stajni tasdiqlashda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Hatto hujjatlaringizning nusxalarini ham alohida joyda saqlash tavsiya etiladi. Yashirin nuanslar, har bir yilning ahamiyati. Avvalgi tizimda ba'zi pensionerlar uchun ish staji kam bo'lsa ham ba'zi bir imtiyozlar orqali pensiya olish mumkin edi. Hozir esa har bir yil, hatto har bir oy ish staji pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Agar sizning stajingizda qisqa muddatli, ammo to'liq hujjatlashtirilmagan davrlar bo'lsa, bu miqdorga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ertalabdan kechgacha ishlagan bo'lsangiz ham. Agar bu davr rasmiy hujjatlarda aks etmagan bo'lsa, u hisobga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiyaning qisqarishiga olib kelishi tabiiy. Ya'ni rasmiyatchilikka bo'lgan talab oshgan.
ikki inflyatsiya va xarid qobiliyati. Pensiyangizning miqdori pasaymasa ham, agar u indeksatsiyadan o'tmasa, inflyatsiya sharoitida sizning xarid qobiliyatingiz sezilarli darajada pasayadi. Bu degani siz ilgari 1 million so'mga sotib olgan mahsulotlarni hozir 1 million so'mga sotib olishingizga to'g'ri keladi. Agar pensiyangiz 1 million so'mda qolsa, siz yil oxirida 1 million so'm kamaygan kabi his qilasiz, garchi nominal miqdor o'zgarmagan bo'lsa ham. Bu juda muhim nuansa bo'lib, ko'pchilik buni pensiyam kamaydi deb qabul qiladi. Pensiya jamg'armasining vakolatlari, pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlari hozirda pensiya hisoblash va nazorat qilish borasida yanada keng vakolatlarga ega. Bu esa ularning qarorlari sizning pensiyangizga tez va kuchli ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Ularning talablariga jiddiy yondashish kerak. Har bir murojaatingizga e'tiborli bo'ling va barcha kerakli hujjatlarni to'liq taqdim etishga harakat qiling. Ushbu istisnolar, tuzoqlar va nozik jihatlarni tushunish sizga vaziyatga to'g'ri baho berishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Har qanday shubhali vaziyatda e'tiborli bo'ling va to'g'ri ma'lumotga ega bo'ling. Amaliy maslahat, nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilishingiz mumkin? Quyida men sizga aniq va amaliy qadamlarni taqdim etaman. Bu maslahatlar sizga qiyin vaziyatdan chiqishda yoki uni oldini olishda yordam beradi degan umiddaman. Qadam rasmiy ma'lumot manbalarini tekshiring, hech qanday mish-mishlar va norasmiy ma'lumotlarga ishonmang. Hamma ma'lumotni rasmiy manbalardan oling. Boshqa odamlarning tajribasi sizning vaziyatingizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti. Ushbu veb-saytda barcha yangi qonunlar, qarorlar va ularning sharhlari e'lon qilinadi. Ba'zan hatto ko'p beriladigan savollar bo'limi ham mavjud bo'ladi. U yerda sizning savollaringizga javob topishingiz mumkin. Yuridik manbalar veb-saytlari, masalan, Lexus. Bu yerda qonunlarning asl matni chop etiladi. Siz ularni o'zingiz o'qib chiqishingiz yoki yaqinlaringizdan tushuntirishlarni so'rashingiz mumkin. Ommaviy axborot vositalarida rasmiy e'lonlar. O'zbekiston Milliy televideniya kompaniyasining yangiliklar dasturlari, davlat gazetalaridagi rasmiy xabarlarga e'tibor bering. Ba'zan yangi qonunlar bo'yicha tushuntirishlar mutaxassislar tomonidan beriladi. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari. Ba'zi hollarda telefon orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olish mumkin. Ammo esda tuting, telefon orqali beriladigan maslahatlar har doim ham to'liq va yakuniy bo'lmasligi mumkin. 2 qadam. Shaxsiy pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing, bu eng muhim qadam. Barcha shaxsiy hujjatlaringizni yig'ing va ularni diqqat bilan tekshiring. Ularni bir joyga jamlang va har birining holatini ko'rib chiqing. Mehnat daftarchasi, barcha yozuvlar aniqmi? Ishga kirish va chiqish sanalari to'g'rimi? Korxonalar nomlari, muhrlari tushunarlimi? Agar biron bir joyda o'chgan yoki o'qib bo'lmaydigan yozuvlar bo'lsa, ularni hozirdan aniqlashtirishga harakat qiling. Har bir sahifani sinchiklab ko'rib chiqing. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, pensiya hisoblash uchun ma'lum bir davrdagi o'rtacha ish haqi ma'lumotnomalari talab qilinadi. Bularning barchasi mavjudmi? Agar yo'q bo'lsa, eski ish joyingizning arxividan yoki tegishli davlat arxivlaridan so'rab oling. Bu hujjatlar sizning pensiya miqdoringizga bevosita ta'sir qiladi. Arxiv ma'lumotnomalari. Agar mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, ish joyingiz yoki hududdagi arxivdan ish stajingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomalar oling. Ba'zan, ayniqsa 90-yillarda korxonalar tugatilgan bo'lsa ham, ularning arxivlari boshqa tashkilotlarga topshirilgan bo'ladi. Boshqa hujjatlar, ta'lim to'g'risidagi diplomlar, agar ta'lim davri stajga kiritilgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi agar familiya o'zgargan bo'lsa, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, ayollar uchun farzand parvarish davri stajga qo'shiladi kabi hujjatlar ham kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar sizning stajingizga qo'shimcha ballar berishi mumkin. Pensiya jamg'armasidan olingan oxirgi qaror. Unda pensiyangiz qanday hisoblanganligi va qaysi davrlar stajga kiritilganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Bu hujjatni saqlab qo'yish juda muhim. 3 qadam. Mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling, eng samarali yo'l. Bevosita mutaxassislar bilan gaplashish. Bu sizga aniq va shaxsiy javoblarni olish imkonini beradi. Nimalar so'rash kerak? Sizning holatingizni to'liq tushuntiring va quyidagi savollarni bering. Mening pensiyamga qanday o'zgarishlar ta'sir qilishi mumkin?
Ayniqsa men rasmiy ishlayapman, norasmiy daromadim bor. Hujjatlarimda shunday kamchilik bor. Mening ish tajribamning qaysi davrlari tasdiqlangan va qaysilari aniqlashtirishni talab qiladi. Bu borada qanday harakat qilishim kerak? Men ishlashni davom ettirayotgan bo'lsam yoki norasmiy daromadim bo'lsa, pensiyamga qanday ta'sir qiladi? Rasmiylashtirish uchun qanday variantlarim bor? Yangi qoidalar bo'yicha men qanday hujjatlarni taqdim etishim kerak? Muddati bormi? Mening pensiyamni qayta hisoblash uchun barcha ma'lumotlar pensiya jamg'armasida mavjudmi? Yoki men biror narsani olib kelishim kerakmi? Agar biron bir davr stajga kiritilmagan bo'lsa, uni qanday tasdiqlashim mumkin? Qayerga murojaat qilishim kerak? Qandaydir imtiyozli davrlarim bor yo'qligini tekshirish mumkinmi? Masalan, zararli sharoitlardagi ish staji, bolalar soni bo'yicha imtiyozlar murojaat qilishda. O'zingiz bilan barcha hujjatlarning asl nusxalarini va nusxalarini olib boring. Ehtiyotkor bo'ling, xotirangizga ishonmang, barcha ma'lumotlarni yozib oling. Mutaxassisning ismini, qabul sanasini ham yozib oling. Bu kelajakda kerak bo'lishi mumkin. 4 qadam zarur hujjatlarni to'plang. Agar sizda biron bir hujjat yetishmayotgan bo'lsa yoki aniqlashtirishni talab qilsa, uni topishga harakat qiling. Vaqtni yo'qotmang. Agar korxona yopilgan bo'lsa, hududiy arxivlarga yoki tuman, shahar hokimliklarining arxiv bo'limlariga murojaat qiling. Ularda korxonalarning hujjatlari saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Agar ish joyingiz xususiy bo'lgan bo'lsa va hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, sud orqali ish stajini tasdiqlash imkoniyatlari mavjud. Bu biroz murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Ammo agar staj muhim bo'lsa, bunga arziydi. Bu holda siz bilan birga ishlagan guvohlarni topish kerak bo'ladi. Ularning ko'rsatmalari muhim rol o'ynashi mumkin. Ammo bu yakuniy tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilinmasligi ham mumkin. Norasmiy daromadlar uchun agar siz norasmiy ravishda ishlab daromad topayotgan bo'lsangiz, uni rasmiylashtirishni o'ylab ko'ring. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish yoki o'z-o'zini band qilgan shaxs maqomini olish mumkin. Bu ehtimol sizga biroz soliq to'lashni talab qilsa ham, pensiya indeksatsiyasi va boshqa ijtimoiy kafolatlarni saqlab qolish imkonini beradi. O'z-o'zini band qilish eng qulay va arzon variantlardan biridir. 5 qadam. Rasmiy ariza yoki shikoyat yozing. Agar sizning pensiyangiz kamaygan bo'lsa yoki kutilgan indeksatsiya amalga oshirilmagan bo'lsa va siz buning noto'g'ri deb hisoblasangiz, rasmiy ariza yoki shikoyat yozing. Og'zaki murojaatlar har doim ham samarali bo'lmasligi mumkin. Nimalarni kiritish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limi nomi va uning rahbari FIS, sizning FIS'ingiz, telefon raqamingiz va pasport ma'lumotlaringiz. Pensiya guvohnomangiz raqami. Muammoning mohiyati. Mening pensiyam eski miqdori so'm edi, hozir yangi miqdor so'm bo'ldi. Yoki mening pensiyam yil-yilda indeksatsiya qilinmadi. Muammo qachon va qanday yuzaga kelganini aniq ko'rsating. Qaysi davrlar hisobga olinmagani yoki noto'g'ri hisoblangani ko'rsating va buning sababini sizningcha nima ekanligini yozing. O'z talabingizni aniq ifodalang. Pensiyamni qayta hisoblashingizni va yo'qotilgan summalarni to'lab berishingizni so'rayman. O'z so'zlaringizni tasdiqlovchi hujjatlar nusxalarini, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotnomalari va boshqalar ilova qiling. Asl nusxalarni bermang. Arizani 2 nusxada yozing. Bittasini qabul qilgan xodim imzo qo'yib, sana va kiruvchi raqam qo'yilgan holda o'zingizda saqlang. Bu kelajakda kerak bo'lishi mumkin bo'lgan yuridik dalil hisoblanadi. 6 qadam. Yuridik maslahat oling. Agar yuqoridagi qadamlar yordam bermasa yoki vaziyat juda murakkab bo'lsa, malakali yuristga murojaat qiling. Pensiya huquqi bo'yicha ixtisoslashgan advokatlar pensiya jamg'armasi qarorlariga qarshi sudga murojaat qilishda sizga yordam bera oladi. Ba'zan yuridik nuqtai nazardan to'g'ri shakllantirilgan talab pensiya jamg'armasi uchun jiddiyroq asos bo'lishi mumkin. Davlat yuridik xizmatlari yoki bepul yuridik yordam markazlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ularga murojaat qilish imkoniyatlarini tekshiring. Unutmang, eng yaxshi himoya bu faoliyat va ma'lumotga egalik. O'z huquqlaringizni biling va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Bu sizning mehnatingiz va umringizning natijasidir. Har qanday qonuniy huquqingizni himoya qilishga to'liq haqlisiz. Xulosa va yakuniy murojaat aziz do'stlar, bugungi videomizda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan yomon yangilik haqida batafsil ma'lumot berdim. Pensiya hisoblash va to'lash tizimidagi o'zgarishlar, ayniqsa norasmiy ishlashni davom ettirayotganlar yoki ish staji hujjatlarida kamchiliklari bo'lganlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Biroq
Men sizni shuni ishonch bilan aytmoqchimanki, vahima qilishga aslo hojat yo'q. Muhimi vaziyatni to'g'ri baholash, barcha zaruriy choralarni o'z vaqtida ko'rish va o'z huquqlaringizni himoya qilish uchun faol bo'lish. Sizning pensiyangiz bu sizning uzoq yillik mehnatingizning natijasi va davlat tomonidan kafolatlangan ta'minotdir. Shuning uchun men aytgan barcha maslahatlarga rioya qilib, o'zingizning pensiya jamg'armasi bo'limingizga murojaat qiling. Hujjatlaringizni tartibga soling va barcha savollaringizga aniq javoblar oling. Unutmang, har bir harakatingiz, har bir hujjatlaringizni tartibga solishga bo'lgan harakatingiz sizning moliyaviy barqarorligingizni himoya qilishga yordam beradi. Ushbu video siz uchun foydali bo'lganiga umid qilaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni asrang va moliyaviy barqarorligingizga e'tibor bering. Keyingi videolarda ko'rishguncha